Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mashg'ulotni boshlaymiz. Bizga sakrab o'tish yo'llarimiz bor. Bugun cho'z rezinkamiz bor. Yadro 4 kilolik to'pimiz va gruz. Gruz nima qiladi bu? Gruz oyoqqa boylab yuguramiz. Oyoqqa boylab nayza 600 gramlik nayzamiz bor. Atib mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugun Nurmuhammad degan bolamiz bilan Durdana degan qizimiz kelibdi mashg'ulotga. Durdanani kursida tayyorlab o'tamiz. Mashg'ulotni boshlaymiz. Rezinka gruz bilan xudo xolasa Nurmuhammad bilan tayyorlab boshlaymiz. Qizimiz yadro nayza atadi. Bolamiz to'siqlardan sakrab o'tib mashqlarni bajaradi. Yugurish texnikasini rivojlantiramiz. Bu qizimizga nayza yadro atamiz. Qani? Tayyormizmi? Ketdik. Gruzlarni asamiz. Durdana o'tamiz, yaxshimi? Sen bilan boshlaymiz. Tayyormisan? Evet. Yaxshi. Sen ne? Oldu. Az mashg'ulotimiz boshlaymiz unda. Ana shunday do'stlar, bolalarimiz bizni taklif qilamiz. Paralimpiyada yugurishlar, sakrashlar, barcha turi o'tadi. Har bir bolaning kasalligine qarab ishlanadi. Ana bu mashg'ulotimiz. Ana shunaqa. Xo'p, sog' bo'linglar.